Palov oddiy bir taom emas. Bu bolalik hidi. Munis onalarimiz qo'llarining tafti. Bu bayramlar, to'ylar, dasturxon atrofidagi quvonchdir. Shuningdek, bu birdamlik, mehr va an'ana ramzidir. Lekin bir savol tug'iladi. Shuncha ma'noni o'zida jamlagan palov qanday qilib muzeyga aylanishi mumkin? Bunga birgalikda javob izlaymiz. Chunki palov nafaqat milliy taomimiz, balki xalqimizning buyuk tarixi va madaniyatini o'zida aks ettirgan noyob merosdir. Keling, palov qay tarzda muzey darajasiga ko'tarilganligi haqida bilib olamiz. Odatda muzeylarda eksponatlarga tegib ko'rish qat'iyan taqiqlanadi. Bu yerda esa aksincha, nafaqat tegib ko'rishingiz, balki tatib ko'rish imkoniyatiga ham egasiz. Bugungi kunda Toshkent shahridagi osh markazlari sayyohlar uchun nafaqat ovqatlanish, balki milliy an'anani o'z ko'zi bilan ko'rish imkoniyatini beradi. Bunday joylarda palov katta qozonlarda ommaviy tarzda tayyorlanadi. Bunday manzillarga qadam qo'ygan inson oddiy oshxonaga emas, balki milliy marosim muhitiga kirib boradi. Hali eshik oldidayoq ulkan qozonlardan ko'tarilgan issiq bug' va ziravorlar hidi mehmonni qarshi oladi. Bu yerning yana bir ahamiyatli tomonidan biri shundaki, o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, palov afishasi osib qo'yilgan, ya'ni palov jadvali. Aynan har bir kunga alohida o'sha palovlar tayyorlanadi turli xil oshpazlar tomonidan. Va yana bir meni e'tiborimni tortgan narsa shu bo'ldiki, oshpazlar ham kam emas, balki juda ham ko'p yillik tajribaga ega. Mana bu yerga yozib qo'yilgan 30 yillik, 35 yillik tajribaga ega, 20 yillik tajribaga ega bo'lgan oshpazlarimiz qo'llaridan xohlagan hududning taomlarini, aynan oshlarini iste'mol qilishingiz mumkin deyilgan. Xo'sh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bugun menyuda 10 xil osh. Va bilasizmi, har bir oshpaz o'zining shaxsiy retseptiga ega, sirli, chunki hech qaysi bir oshpaz bir-birining uslubini takrorlamaydi. Bu yerda palov faqat tayyorlanmaydi, balki palovxon turi haqida hikoya qilinadi. Har bir hududning o'z ta'mi, o'z uslubi va tarixi bor. Qisqasi, butun O'zbekiston bo'ylab palov orqali sayohat qilamiz. Palov muzeyida faoliyat yuritayotgan oshpazlarimiz ko'p yillik tajribaga ega deb biz bejiz aytganimiz yo'q. Hozir gapimizni isbot sifatida ularning o'zlaridan bilib olamiz. Xormang Botir aka, yaxshimisiz? Salomat bo'ling aka. Necha yillik tajribaga egasiz? Va alaykum assalom. 23 yillik. Nechinchi avlod hisoblanasiz? 3-avlod. 3-avlod. Hozir siz adashmasam vodiy oshlariga ko'proq e'tibor qaratilgan. Bu yerda vodiy oshlari pishiryapti, to'g'rimi? Ya'ni bu Qo'qon oshi, bunisi Andijon, bu tayyor zirvelar. O'zi aslida bu kasbga qachondan sizda qiziqish paydo bo'lgan? 6-sinfdan. 6-sinfdan. Hayolingizda umuman kelajakda bir oshpaz bo'laman degan bir fikr bo'lganmi yoki bir boshqa narsaga qiziqishingiz bo'lganmi? Boshqa narsaga qiziqish bo'lgan. Qo'qon oshi boshqacha tayyorlanadi, Andijon oshi. Ularning farqini aytib bera olasizmi? Albatta. Qo'qon oshini birinchi navbatda boshqacha bo'lishi suvida, Qo'qon suvi shirin. Undan tashqari guruchda bizda ishlatiladigan guruch aslida tog'dag'ida, bag'da boshqa guruchlar ishlatiladi. Andijon bilan Qo'qonning farqi qo'rilishida guruchida bo'ladi. Go'shi bir xil, o'sha qo'y yog'i, qo'y go'shiga bo'ladi. Ikkovimizga ham bir xil bo'ladi. Vodiyga borganda aynan kosaga alohida bir garimdorlarni ham suzib berishar ekan. Nima sababdan mana shunaqa tortib beriladi? Zakligini hisobiga. Va ishtahani ochadi. Ishtahani albatta ochadi. Bu yerdagi oshpazlar bir-birlarini o'sha retseptlarini deymiz, pishirish uslublarini takrorlashmas ekan. Sizning ham o'zingizga yarasha bir siringiz bormi osh tayyorlashda? Aslida sir bo'lmaydi. Hamma aytadi, siri bo'ladi, siri bo'lmaydi. Mehr berilsa bo'ldi. Tepasidan qimillamay tursangiz bo'ldi. Tayyorlaganda.
eng muhimi diqqat e'tibor bilan Ha, shu- tayyorlangan shu va narsa mehr bilan kerak. tayyorlangan ovqat bu albatta sirli va mazali taom hisoblanadi. Qoya. Bu yerda oshpazlarimiz tomonidan mohirlik bilan tayyorlanayotgan palov xonto'ralarining nafaqat ta'mi bir-biridan farq qiladi, balki qo'limdagi kapkirga ham e'tibor bering. Kapkirlar ham bir-biridan farq qilar ekan. Hattoki adashib ketmasin deb ismlari ham qayd etilgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ashur aka, yaxshimisiz? Ashur aka, adashmasam 35 yillik dedingiz. 35 yillik tajribaga ega bo'lgan mohir oshpaz hisoblanadilar. Nechinchi avlodsiz, Ashur aka? 3-chi avlod. Va bizga bugun qaysi viloyatning, qaysi hududni oshini bizga ko'rsatib berasiz, tayyorlayapsiz? Samarqand oshi boshqa viloyatlarda yog'idan, pishirilishidan, suzib berilishi ham boshqacha. Go'sht, sabzi, guruch, suzganda guruch, sabzi, go'sht bo'ladi. Nega endi aynan bir-biriga o'sha aralashtirilmagan holda tortib etiladi? Go'sht qandaydir bir kuch deb qozon tagiga qo'ygan, sabzisini ham birdamlik, guruch ustiga oq bo'lgani uchun oqligi deb qo'ygan. Agar aralashtirsa Samarqand oshini xalqam buzilib ketadi deganda. Asosan zig'ir yog'iga tayyorlanadi. Zig'ir, kunjut, paxta 3 xil yog'. Bu yog'larni biz 3 sutkalab tayyorlaymiz. 3 kun 3 sutka tayyorlayman. qanaqa qilib? Katta qozonda uchovini hammasini normasini solib, qizdirib, sovutib, 3 sutkadan keyin tayyor bo'ladi. So'ng olib qo'yamiz. Mana bunday taomlarni pishirib beramiz. Bir xil oshlar yesangiz, odamzod jig'ildon qaynab keladi. Piyola so'rab olib ichadilar Samarqand yog'ini. 2 xil oshni hozir ko'ryapman. Ularning farqi nimada? Bu yerda 4 burchak shaklda, kubik shaklida to'g'ralgan ekan sabzilar. Guruchda farqi bor. Tayyorlanishi hammasi bir xil. To'g'ralgan go'sht. Toshkentning choyxona paloviga o'xshagan. Bu katta ko'soy bilan beramiz buni. Bu esa Toshkentning to'y oshiga o'xshagan. Ota kasbda bizlarga, otadan akaga, akadan mana bizlarga ustozim akam o'zimiz ustimizda ishlab, kamchiliklarimizni ko'rib, qo'ldan kelgancha tayyorlab beramiz. Tushunarli. Ashur aka, mana bu aytyapsiz 3-avlodman deb, ya'ni avloddan avlodga o'sha pishirilish jarayoni, ta'mi, umuman retsepti o'zgartirmasdan tayyorlab kelyapsizmi yoki o'zingizni qanaqandir o'sha fishkangizga o'xshagan bir narsangizni bir qo'shganmisiz o'zingiz? To'g'risini aytsak, mana shu otamiz, akamiz tayyorlagan oldingi oshlar ta'mi yo'q hozir. Ular boshqacha bo'ladi. Hozir endi yana o'zgacha bo'lib, siz aytgandek, baribir odamzod o'zini ustida ishlaydi-yu. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bular orasida yana bir mashhur palov turi Buxorocha oshi amiridir. Buxoro oshi boshqa oshlarga nisbatan pishirish jarayonlariga katta farq qiladi. 2 xil bo'ladi. Osh qobili bor, Buxorocha o'zini oshi amiri degan osh bor. Osh amiri misni qozonga taxlanadi. Mis qozonda ta'mi ham boshqa xil bo'ladi. Keyin odamni osh qozoniga foydasi bor. Issiq ushlab o'tiradi oshni. Sovimaydi. Rivoyatlarga ko'ra, bu palov amirlar saroyida tayyorlangani bois amirlar oshi deb atalgan. Oshi amiri odatiy palovdan farqli ravishda qaynatish usuliga yaqin texnologiya asosida tayyorlanadi deyiladi. Ya'ni masalliqlar, go'sht, sabzi va boshqa qo'shimchalar alohida yengil qaynatib olinadi. So'ng ular aralashtirilmasdan muayyan tartibda qatlam-qatlam qilib joylanadi va damlanadi. Suzilish jarayoniga ham boshqa oshga qaraganda qo'shilmaydi. 20 yildan oshiqroq shu sohada ishlayapman. Ustozim o'zimni tog'am bo'ladilar. 5-pokoleniya oshpazman. Bizni avlodga kelyapti. Meni katta o'sha tog'amning ustozlari ham, otalarining ustozlari vaqtiga amirga osh pishirgan. Biz milliycha o'sha eskidan qolgan urf-odatlar bilan ishlaymiz. Hozirgi kunda 8 xil, 10 xil oshimiz bor o'zi. Har bitta oshchi alohida o'zini oshpazi bor. Alohida o'sha o'ndan ortiq bu yerda oshpazlar faoliyat yuritadi. Shunaqa. Har bitta oshchi o'zini viloyatidan olib kelingan mutaxassisi, yana oddiy mutaxassis emas, o'sha viloyatda eng nomi chiqqan oshpazlardan biri. Shunaqa oshpazlarni tanlab olib kelingan. Har bir oshpaz kamida 3-avlod oshpazlar. Oshpazlarimiz yoshligidan shu osh ichida o'sishgan, professional darajada osh tayyorlashadi har birligi.
qozonlarning, ya'ni o'sha metallari ham har xil, hajmi ham har xil. Aynan o'sha bularning palovni tayyorlashga qanchalik bir muhim bir jihati bor. Qozon ham kam rol o'ynamaydi osh tayyorlashda. Misol uchun Buxorocha oshimiz mis qozonlar ham Buxorodan olib kelingan. Toshkentcha oshlarimiz misol uchun bizda cho'yan qozonlarda qilinadi. Samarqandcha oshimiz alyumin qozonda qilinadi. Har bitta oshning o'zini qozoni bor. To'y oshini tayyorlashda o'zini bir qanaqadir bir asosiy bir sir-sinoatlari bormi tayyorlashda? Asosiysi o'zi masalliq tanlashda va har biriga mehr bilan e'tibor berib, har bir qatlamida go'shtda, sabzida, guruchda alohida mehr bilan chin dildan qilsangiz zo'r chiqadi. Bu yerda faqat endi opit rol o'ynaydi, ancha yillik tajriba kerak bo'ladi. Eng ko'p qancha osh damlagansiz? 180 kilo guruchka damlaganmiz. Bu nechta odamga yetadi? 100 kiloyis 800 ta odamga yetadi. Palovning mingdan ortiq turlari mavjud bo'lib, ular tayyorlash uslubi va masalliqlarga ko'ra bir-biridan keskin farq qiladi. Ayrim turlari esa faqat mayda jihatlari bilan ajralib turadi. Palov tayyorlash jarayoni asosan 2 bosqichdan iborat. Avval zirvak pishiriladi, so'ngra guruch solinadi. Palov haqida nafaqat O'rta Osiyo va Yaqin Sharq adabiyotida, balki dunyoning boshqa mamlakatlari adabiyotida ham ko'plab ma'lumotlar va eslamalar uchraydi. Bu yerning yana bir fishkalardan biri, ya'ni tashrif qog'ozlaridan biri aynan maxsus mashhur oshpazlar tomonidan tayyorlangan palovxon to'rani iste'mol qilish uchun aynan maxsus kunlarda mehmonlar tashrif buyuradigan. Ana shunday insonlardan biri Avazxon aka bo'ladilar. Assalomu alaykum. Oshpazlar juda ham ko'p. Aynan bu yerga siz tayyorlagan oshni yeyish uchun to'g'irlab keladigan mijozlar kelishar ekan. Buning siri nimada? Xorandalarimiz bormi? Ma'qul ko'rsa kerak. Asosan biz to'ylarda damlaymiz. To'ylarda yegan odamlar bitta ham savdoda bor ekan deb kelishyapti. O'shanga xursandmiz. Yuragingizda, qalbingizda berib, mehr bilan osh qilmasangiz o'xshamaydi. Kasbingizni sevishingiz kerak. Sevmasangiz bo'lmaydi. Bizani avlodimizda ota avlodda ham, ona avlodda ham oshpazlar bo'lgan. Oshpazlar bor. O'sha akalardan biz o'rganganmiz. Necha yuzdan ortiq shogirdlaringiz bor? Sanasi anaqa barakasi chiqib ketmasin. Bor. Shogirdlarni ham men tanlab olaman. Shu ishga moyilligi bormi? Bir xil havas qilishi mumkin-da, voy men oshpaz bo'laman, lekin unda moyillik bo'lmaydi-da. Haqiqatdan intilish bo'lsa, chetizdan qolmay, hamma ishlaringizni ko'rib, bilib, yurakdan yondashayotgan bolalarni olib qolamiz. Osham juda murakkab. O'zi bundoq qarasangiz, unaqa ko'p anaqa ketadigan taomga o'xshamaydi, lekin juda murakkab. Bizning palov osh, ya'ni o'sha Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan va bunda ham sizning qo'lingiz bor ekan. 2017-yilda bo'ldi bu. O'sha Guinness kitobiga kirish uchun o'sha harakat qilingan. Katta qozonda 50 dan ortiq oshpazlar ishlagan. O'shaning ichida biz ham bor edi, boshqa katta oshpazlar ham bor edi. Shu qiyamiz. Nega endi aynan eng zo'r qo'li shirin oshpazlar erkaklardan chiqadi? Osh deganda mana biz ko'proq katta qozonda qilinayotgan osh tushunamiz. Kuch talab etiladigan. Biz o'sha oshpazlarda avloddan avlodga o'tib kelayotgan ishlar hammasi erkak kishilar damlaydi oshlarni. Dosh qozonlarda. Keyin uyda ham ayollar damlasa qanaqadir boshqacha bo'ladi. Erkaklar boshqacha boshqacharoq bo'ladi. Ko'pincha aytishadiki, erkaklar hech nimani ayamaydi. Ha, shunaqa deyishadi. Ayollarimizni tajamkor deyishadi. Rostdan ham shunaqami? Mana shunaqa. Necha yillik tajribaga egasiz va necha tonna osh damlagansiz? Ya'ni hammasini umumiy bir hisoblaganda. Hech hisoblab ko'rmaganman-da, lekinchi tajribamiz bir 45 yildan oshib qoldi. Oho. Tonnalab hisoblasacha ancha-muncha tonna chiqadi. Bir oyda 10 tonnani ham qo'yasiz. Oho. Sizga ham bir manzur bo'lgan oshpazlarimiz, ularning shu oshlari sizga yoqqanlari bo'lganmi? Ha, ko'pchilik oshpazlarimizcha mana shu muzey pilotiga oshpazlarning ko'picha hammasi saralab olib kelingan oshpazlar. Hamma viloyatlarni yaxshi oshpazlarni yo shogirdi, yo o'ziga kelib damlashyapti. Ular har kelganda yo bu viloyatnikini, yo bu viloyatniki, yoki o'zimiz chog'ini palovni yeb ko'raman. Hammalarniki juda yaxshi. Men shaxsan o'zimizni to'y oshini ham yaxshi ko'raman. Chog'ini palovni ham juda yaxshi ko'raman. Kamchilik bo'lsa aytaman. Bugun qanaqa osh tayyorlab berasiz? Buni O'zbekistonda eng mashhur oshlarimizdan to'y oshi. Mehr to'la shoh taomda dasturxonim hikmati, palov otliq mo'jizaning budir asl sharbati. Sariq to'kil erkatoyim qozonga tushsam zixon, sening xushbo'y zirvagingda qaylasin butun jahon. Bag'rimizga marhabo, marhabo, marhabo.
Ko'rsatuvimiz davomida respublikamizning turli hududlaridagi mashhur oshpazlarning osh tayyorlash jarayonini kuzatdik va ular bilan yaqindan suhbatlashdik. Ana endi esa kulminatsion nuqta. Nihoyat tayyor bo'lgan taomlarning ta'miga baho berish fursati yaqinlashyapti. Va qaysidir ma'noda men bugun degustatorlik qilmoqchiman. Albatta ko'zim bog'langan holda, ya'ni oshlarni tatib ko'rib, bu qaysi hududga tegishli ekanligini imkon doirasida harakat qilaman topishga. Ko'ramiz, nechta oshni to'g'ri javobini aytar ekanman. O'zimizning Toshkentning to'y oshi. Samarqandmidi? Umuman boshqacha-yu mazasi. Qo'ydim. Samarqandcha shodi palov. Mazasi boshqacharoq. O'zimizning choyxona paloviga o'xshaydi, lekin bu Andijon palovi. Chalg'idim. Olindim. Mazasidan shirin, ya'ni shakarliga o'xshaydi va parhezbob taomga o'xshagani uchun Buxoro taomi bo'lsa kerak. Biz qozonda pishgan osh. Ana endi Toshkent to'y oshiga keldik. Ya'ni bu yerda bu oshni bayram oshi deyishadi. Andijon oshi. Imkon doirasida harakat qildim, lekin to'g'risi ta'm jihatdan bir-biridan tubdan farq qiladi. Bilasizmi, ko'zim yumuq holatda menga eng yoqqan osh shu bo'ldiki, Qo'qon oshi. Aynan bu oshni qaysiligini topa olmadim, lekin Qo'qon oshi menga juda ham manzur bo'ldi. Qolgan oshlarga ham gap bo'lishi mumkin emas. Mazza qildim. Qo'linglar dard ko'rmasin va barchaga yoqimli ishtaha tilaymiz. Ishtahanglar karni bo'lsin. Oshimiz, yoshligimiz, oshimiz. Oshimiz, yoshligimiz, oshimiz, yoshligimiz, oshimiz, yoshligimiz, oshimiz, yoshligimiz. Osh, 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 osh. Hele, hele, hele. Mamlakatimizda mana ko'ramiz, turizm jadal rivojlanyapti. Mana o'zimiz ham safarlarga chiqamiz. Turizmda bir tarixiy obidalar yoki qandaydir bir chiroyli joylar, tabiat jalb qilsa, juda ham katta qismi turizm jozibadorligi albatta mehr haligi oshqozon orqali deyiladi. Turistlarga taomxonalar va taomlarni rivojlangani bu juda katta ahamiyatga ega. Juda ko'p odamlar haqiqatan kulinar, gastronomik turizmga ham kelishadi. Bizda esa juda ko'p jihatdan bu mujassam, chunki taomlarimizda chuqur va tarixiy madaniyat hammasi mujassam bo'lgan. Bu kabi dargohlarni hissasi bunda juda ham katta bo'ladi. Men o'ylaymanki, har hududda o'zini juda ham shirin oshi bo'lishi bu bir-birini to'ldiradi. Biz Toshkentda turib Buxoro oshini yeymiz. Men o'ylayman, Buxoroda bor odamlar bugun Toshkent oshini yegan. Bu haligi bo'ladi, bizani shunday bir chiroyli va xilma-xil mamlakatda yashayotganimizni bir dalolati. Osh ham bizning madaniyatimizning asos ustunlaridan bittasi. Siz yanglishmaysiz? Muhim bir fakt. 2016-yilda UNESCO o'zbek palovini insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritdi. Bu oddiy yangilik emas. Bu milliy g'ururimiz e'tirofi. Demak, palov nafaqat bizning dasturxonimizda, balki butun insoniyat madaniy xazinasida muhim o'ringa ega. Aytishlaricha, qadim zamonlarda savdo karvonlari yurtma-yurt kezib yurgan davrlarda safar sharoitiga mos, to'yimli va oson tayyorlanadigan taomga ehtiyoj katta bo'lgan.
palov ana shunday safarlarda ommalashgan deyiladi. Ayrim talqinlarga ko'ra, u Buyuk Ipak yo'li orqali turli hududlarga tarqalgan. Savdo yo'llari nafaqat mol ayirboshlash, balki madaniyat va taom an'analarining ham almashuv maydoni bo'lgan. Biroq palov san'ati eng mukammal ko'rinishini aynan shu zaminda topgani, uning tayyorlash madaniyati va ta'mi asrlar davomida shu yerda sayqallangani shubhasiz. Bizda Xitoyda Uyg'urlarningki yemek, ovqat kulturi uyda yaxshi, ammo bozorlashmaganda. Uning uchun asli ko'p mening mehmonlarim kelardi. O'zbekistondan, Xitoydan, yani chet eldan. Uni olib kirib mehmon qiladigan yeri yo'qdi. Uning uchun men dedim bir tane restoran ochayım. Shuni restoranga kirib ketdim. Yani taxminan 26 yil bo'ldi. Men aslida Urumchida faqatla Uyg'ur taomlari. Uyg'ur taomlari o'zbek taomlari o'xshaydi, hech bir farqi yo'q-ki. Saharda qo'yib osh yeymiz. To'ylarda, nazrlarda osh yetadi, bizga o'xshash. O'zbekistonda pilov boylashganda turi ko'p. O'zbekiston, Samarqand, Xorazm, Buxoro, Andijon boyda. Bizning pilov Andijon piloviga yaqinroq keladi. Biz Andijonga yaqin bo'lg'achqa, ammo Samarqandning pilovi bizda yo'qdi. O'zbekistonga kelib ko'rdim. O'zbekistonda 100 xil, 200 xil pilov bo'lsa, bizda 100 xil, 200 xil lag'men bor. Osh aslida bizning ota-bobolarimizdan bizga aytishcha, osh aran yeydigan osh emas u. U bir madaniyat va u bir tibobat. Askarlarning o'ziqi. Chunki biz yosh vaqtimizda dunyoni kezdik. Bu ota yurtimiz, o'zimizning yurti. İşim bo'lsin bo'lmasin, bu yerga kelib Samarqandga boraman, Buxoro, Xorazm, Andijonlarga berib osh yeyman, osh. Men ko'p yeydiganim Samarqand oshi, to'y oshi. Sayyohlarni yana nima qiziqtiradi? Albatta mazali taomlardan tashqari ularning tayyorlanish jarayoni. Bu yerda o'zingiz guvohi bo'lganingizdek, master klasslar ham tashkil etilgan. Mana bunday qaynoqqina issiq nonlar, go'shtli non, patir nonlar va bundan tashqari somsalarni ham bevosita tayyorlanish jarayonida ishtirok etishingiz mumkin. Bu yerda har bir taom oddiy ovqat emas. U mehr bilan so'zlangan hikoya, asrlardan meros bo'lib kelayotgan an'anadir. Oshpazlar masalliqni shunchaki qo'shmaydi, uni his qiladi. Har bir harakat, tajriba, har bir ta'm yillar davomida sayqallangan mahoratining samarasidir. Shu bois milliy taomlarimiz vaqt o'tishi bilan san'at darajasiga ko'tarilgan. Palov ham ana shu yuksak madaniyatning yorqin namunasidir. Uni tayyorlash jarayonining o'zi marosimga o'xshaydi. Ehtimol shuning uchun ham palov nafaqat dasturxon to'rida, balki muzey darajasida e'tirof etilgan. Ideya muzeya plova. Palov muzeyi g'oyasi ilk bor 2007-yilda mashhur rassom Bobur Ismoilov bilan birgalikda dunyodagi birinchi palov festivalini o'tkazish rejasini muhokama qilgan paytimizda tug'ilgandi. Biz palov milliy madaniyatning ajralmas qismi bo'lgan hududlarni bir maydonga jamlashni orzu qilgandik. Oradan qariyb 18 yil o'tib, o'tgan yili bu muzey o'z eshiklarini ochdi. Bu shunchaki Markaziy Osiyoning gastronomik merosini namoyon qiluvchi joy emas. Muzey darvozalari O'zbekistonning yetakchi amaliy san'at ustalari tomonidan bezatilgan. Shu o'rinda aytish kerakki, palov faqat oshpazlar mahorati emas. Oshpazlar ham kulol, miskar, gilamdo'z, yog'och o'ymakorlari kabi hunarmanddir. Bugun muzeyda namoyish etilayotgan qozonlar, kapkirlar va boshqa anjomlar esa miskarlik maktabining namunasi hisoblanadi. Сохранить отдельные предметы быта, но и сохранить ту школу производства казанов, капкиров. Tepaga qarasangiz 18-asrga oid mantiqasxonlar, qumg'onlar va noyob idishlarni ko'rasiz.
какую-то посуду, но и мантышницы 18 века. Музей плова. Это Muzey nafaqat Toshkent palovini, balki butun Markaziy Osiyo palov an'analarini targ'ib qiladi. Toshkentda o'z maktabini yaratgan mashhur oshpaz ustalar palov madaniyatini yuksak darajaga ko'tarmoqda. Bilamizki, birgina Samarqand ham tarixan turli xalqlar yashagan shahar sifatida bir nechta palov maktablariga ega. Har birining ta'mida o'zgacha xoslik bor. Bu yerda afg'on, turkman, tojik palovlari ham taqdim etiladi. Shuning uchun ham bu millatlar orasida palov bizniki degan quvnoq bahslar doimo mavjud. плов это же не просто блюдо. Чайхана является тем домом, где живет плов. Ну, а так как Palov an'anaviy ravishda choyxona taomi, lekin biz palovni taomlar shohi deb bilganimiz uchun uni saroyga munosib deb hisobladik. оно же жизнь во дворце. Muzey dizaynini ham Bobur Ismoilov ishlab chiqqan. Interyerda Markaziy Osiyo saroylarining bezak uslubi aks etgan. Masalan, shift bezagi uchun prototip sifatida Xudoyorxon saroyi tanlangan. Palov inson hayotining barcha marosimlarida mavjud. To'yda ham, azada ham, mehmon kutishda ham bu taom zamon bilan o'tmish o'rtasidagi ko'prikdir. Keksa mehmonlar bu yerda tayyorlangan palovni tatib ko'rib, bolaligimga qaytdim deyishadi. Muzeyning asosiy vazifasi ham shu. Palov ta'mining nozik jihatlarini anglatish. Yaxshi palov bilan oliy darajadagi palov o'rtasidagi farqni his qildirishdir. Tokchalarda esa Rishton, G'ijduvon, Andijon kulolchilik maktablarining eng sara namunalari joylashgan. Bu yerda ganj o'ymakorligi, an'analarni davom ettirgan ustalar mehnati ham namoyon. Мадонна, сервизы всякие великого Риштана и Palov muzeyi bugun nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo oshpazlarining mahorat maydonidir. Dunyo ochildi va biz milliy gastronomiya orqali O'zbekistonni jahon sahnasiga olib chiqmoqchimiz. Parij, London, Nyu-York, Dubay kabi shaharlarda o'z restoranlarimiz ochilishi shu yo'lning davomidir. Va ishonamizki, kelajakda palovni madaniy meros darajasiga ko'targan ustalar munosib e'tirofga sazovor bo'ladi. Palov klassika. Ming yillar davomida yashab kelgan va yana ming yillar yashaydigan taom. Palov muzeyi esa shu abadiy merosga bag'ishlangan saroydir. Oshimiz, yoshligimiz, oshimiz. Oshimiz, yoshligimiz, oshimiz, yoshligimiz, oshimiz, yoshligimiz, oshimiz, yoshligimiz. Osh, 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 osh. Ele, ele, ele. O'zbekiston bo'ylab sayohat qilar ekansiz, turli hududlarda palov tatib ko'ring. Zero bunda har birini ta'mi va hidi o'z hikoyasini so'zlab beradi. O'zbekiston ta'mini his eting, sayohat qiling va haqiqiy palov ta'mini aynan u tug'ilgan zaminda tatib ko'ring.